Hürmetli vatandaşlar, növbetki leksiyimizle başlayımız. Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlashib, yer shari xarakterlik masalalarni hal qilishga izlanadi mavzuli xabar. 4-ayning 30-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Shinzo Abe 29-kuni Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe 29-kuni Amerika Davlat Majlisida nutq so'zlagandan keyin Yaponiya Tashqi ishlar ministrligining ministri Chun Tae-jiu Amerika Ovozi radiosi muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abening Washingtonda ziyoratda bo'lishidan kishilarning kallasida paydo bo'lgan zo'r masalalarga javob beraman. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abening bu qatam Washingtonni ziyorat qilishida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiyaning munosabatini mustahkamlab, kelgusiga yuzlanish eng buyuk muammo hisoblandi. Chun Tae-jiu mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari strategik siyosatining Osiyoga yo'tkalishini Yaponiya qarshi oladi. Nəhayət keng dairlik məsələlər bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlashish fursatini kengaytirishni umid qiladi. Chun Tae-jiu yana mundaq ko'rsatdi. Bu ikki ittifoqdosh davlat rayon doirasida hamkorlashib qolmasdan, balki yer shari xarakterlik xarajatlarni birlikda o'rtaq hal qilish kerak. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiya qo'l tutishib, o'rtaq tirishchanlik ko'rsatmoqda. Biz bu xarajatlarga davomli yuzlanamiz. Savdo tijorat masalasida Chun apandi mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiya Tinch okeandan olgan hamkorlik munosabati kelishimi suhbatida intayin zo'r ilgirlashlarni qo'lga keltirdi. Amerika va Yaponiya yetakchiligida 12 Osiyo davlat qatnashgan kelishimni tamomlashimiz kerak. Tinch okeandan olgan iqtisodiy hamkorlik umumiy miqdori ichida Amerika va Yaponiya ko'p qismini egallaydi. Bu ahvol Amerika va Yaponiyaning rahbarlik rolini joriy qilishidan darak beradi va bu qatam bu suhbatni to'liq natijalarga erishtirdi. Jungo yetakchi o'rinda turib qurmoqchi bo'layotgan Osiyo asosiy aslahalarga mablag' solish banki to'g'risida Chun Tae-jiu mundaq ko'rsatdi. Yaponiya bu bankining qurilishi va bu bankini boshqarish va bu bankining aniqlik darajasi jihati yanada xotirjam emas. Amerika Yaponiya o'xshashlar bu mablag' solish Osiyo bankisiga qatnashmadi.